Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim, hurmatli Go'rpamiz a'zolari. Barchangizga ko'tarinki kayfiyat tilagan holda Alloh bergan umringizni ibratli, mazmunli va solih amallar ila o'tkazishingizni tilab qolamiz. Aytishlaricha, bu dunyo qoya ustiga qurilgan uy kabi omonat ekan. Undagi insonlar esa ertaga nima bo'lishini bilishmaydi. Bugun kulib turgan nigohlar, yoqimli ovozlar ertaga armonga aylanishi mumkin. Shuning uchun imkon borida qadrdonlarni yo'qlash ham qarz, ham farzdir. Shunday ekan, yaqinlaringizdan mehr-muhabbatingizni, shirin so'zlaringizni izhor etishdan hech qachon tortinmang. Zeroki insondan faqat yaxshiliklar va mehr oqibat qoladi. Bu omonat dunyoda o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Oila a'zolaringiz va qalban yaqin insonlaringiz quvonchiga, xursandchiligiga sababchi bo'ling. Ayni daqiqa, ayni fursatlarda tinglab borayotgan loyihangiz Tabrik.uz loyihasi. Bugun 22 aprel, haftaning esa murodbaxsh seshanba kuni. Bugungi sanada o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukronalik, shodiyonalik kunlari munosabati bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etib qolamiz va loyihamizga yetib kelgan maktublarni o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Umarova Dildora onajonim, siz bilan muloqotdamizmi? Ha? Sog'u salomatmisiz? Ahvollaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi onajonim? Rahmat, Xudoga shukr, rahmat. Allohim kuningizni nurafshon, ko'nglingizni xotirjam, yuzingizni nurli qilsin. Qalb dunyoyingizdagi orzularingiz, niyatlaringiz ijobat bo'lsin onajonim. Ayni daqiqa, ayni fursatlarda biz sizga Tabrik.uz loyihasidan kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Rahmat. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin. Baxt, omad, muvaffaqiyat hamisha hamrohingiz bo'lsin. Rahmat, rahmat. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon yaqinlaringiz tomonidan go'zal bo'lgan tabriknoma va dilizhorlar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday shukronalik, shodiyonalik kuningizda qalbingizga quvonch ulashish niyatida qaysi bir yaqin insoningiz bizning loyihamizga murojaat qilgan bo'lishligi mumkin. Yaqinlarim ko'p, qachon bilmasam, bolalarimmi, jiyanlarimmi, aka-ukalarimmi, bilmasam, endi qaysi qilgan bo'lsa, hammasidan kutaman. Hammasi yaxshi ko'radi. Albatta, mehr oqibatlaringizga hech qachon ko'zlar tegmasin deb qolamiz. Qaysi bir jiyaningizdan ko'proq kutyapsiz mana shunday surpriz tabriklarini? Jiyanim, bitta Ozoda jiyanim bor. Shu nimalarni yaxshi nima qiladi? Bo'mroq, Durdona, hamma jiyanlari. Endi bilmadim, qaysi biri qilgan bo'lsa bu ishni. Albatta, mana shu taxminlar orasidan qaysi birlaridan ko'proq kutyapsiz onajonim? Endi Durdonami, Ozodami, bilmayman, shular ikkalasi biroz qilgan. Albatta. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon yaqinlaringiz hamda sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi jiyaningiz Durdonaxon opajonimiz nomlaridan kutilmagan jonli qo'ng'iroqni siz uchun amalga oshiryapmiz. Rahmat. Opajonimiz juda ham sizni yaxshi ko'rar ekanlar. Shu sababli bizning loyihamizga murojaat etib o'zlarining samimiy dil izhorlarini siz uchun yo'llab qolibdilar. Men yaxshi ko'raman bunday jonimday aziz yaxshi ko'raman. O'zim jiyanimni ham qo'limdan yaxshi. Mana shunday hamisha yaqinlaringizning, oila a'zolaringizning hurmatida, ardog'ida bo'lib, to'kin sochinlikda umr guzoronlik qilish ilohim sizga nasib etsin onajon. Rahmat. Agarda sizni qimmatli vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, ushbu dilnomalarni, tabrik xatlarini siz uchun o'qib eshittirmoqchiman. Mayli.
Ushbu dilnomalarni jiyaningiz Durdonaxon opajonimiz nomlaridan sovg'a tariqasida qabul qilasiz. Assalomu alaykum. Men uchun juda ham qadrli bo'lgan, nurli yuzlariga tabassumlari yarashadigan, mehribonim, hammaning qalbiga shirin so'zlari ila bir xilda joy topa oladigan, men uchun juda ham hurmatli bo'lgan insonim, xolajonim. Bugungi tavallud ayyomingiz Allohimga ne'mat, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuningiz munosabati bilan chin qalbimdan muborakbod etib qolaman. Allohimdan siz uchun sihat, salomatlik, baxt, saodat, oilangizga tinchlik, xotirjamlik, dasturxoningizga to'kin sochinlik, fayzu barakotlar ato etishini so'rab qolaman. Doimo mana shunday go'zal bo'lib, yaqinlaringiz qalbiga quvonch, xursandchilik ulashishdan hech qachon charchamang deb qolaman. Bahordek yashnab yasharish, tog'lardek yuksalish sizni hech qachon tark etmasin. Eng sof tilaklarimdan biri bo'lgan Robbimizning uyi Ka'batulloh ziyoratlariga borishlik, hoji ona bo'lishlik ilohim sizga nasib etsin. Sizga ikki dunyo baxt saodatini tilab qolaman. Xolajonim, mehribonim, bugun sizga qalbimdagi hech qachon sizga aytolmagan, yuragimning tub-tubida mavj urib turadigan, sizga aytay desam zabon yo'l qo'ymaydigan, vujudim titraydigan dil so'zlarimni izhor qilmoqchiman. Mehribonim, Munisim xolajonim, bilib bilmasdan, o'zim xohlamay qalb gavharlaringizga ozorlar bergan paytlarim, sizni ranjitib qo'ygan vaqtlarim bo'lgan. Buning uchun sizdan kechirimlarimni, uzrlarimni so'rab qolaman. Agarda sizni qalbingizga ozor bergan bo'lsam, meni Alloh uchun kechiring. Yana avvalgidek mehr oqibatimiz bardavom bo'lsin, qadrdonligimiz qiyomatli bo'lsin. Farzandlaringizning baxt va iqbolini, xursandchilik kunlarini ko'rishlik, doimo ularning hurmatida, ardog'ida bo'lib, to'kin sochinlikda, tinchlik, xotirjamlikda, baxt, saodat ila farovon hayot kechirishlik baxti sizga nasib etsin. Qalbingizda nimaiki orzularingiz, umidlaringiz bo'lsa, Allohim barchasiga bekamikos yetkazsin. Sizga dunyodagi jamiki yaxshi tilaklarni tilab qolaman. Farzandlaringiz baxtiga, oila a'zolaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Sizni dunyolarcha yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'ling. Yana bir bor bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin, deya o'zlarining samimiy dil izhorlariga yakun yasagan ekanlar. Balki yo'qlolmasman kunda bir bor. Har kuni bir so'zni o'ylab yuraman, bugun qalbimdagi etayin oshkor, xolajon, men sizni yaxshi ko'raman. Hech sinov qaddingiz bukolmas biling. Yoningizda tirgak bo'lib o'zim turaman, ko'zingizga hech qachon yosh olmang kuling. Xolajon, men sizni yaxshi ko'raman. Sizdan kelib turar buvimning isi. Ularning mehrini sizda ko'raman. Siz dunyodagi eng yaxshi xola. Xolajon, men sizni yaxshi ko'raman. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi jiyaningiz Durdonaxon opajonimiz nomlaridan kelgan mana shunday go'zal tabriknoma qalbingizga oz bo'lsa-da xursandchilik, quvonch ulashgan bo'lsa, biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Ayni daqiqa, ayni fursatlarda bizning suhbatimiz loyihamiz ijodkorlari tomonidan esdalik sifatida yozib olinmoqda. Shunday ekan, sizni ham yaqinlaringizga, jiyaningizga aytar so'zlaringiz, dil izhorlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat, biz orqali yo'llab qolishingiz mumkin. Avvalambor bu ishlaringizga sizlarga ham omad, baxt, saodat tilayman. Hamma baxtli odamlarni shunaqa xursand qilib yurishlaringga tilak qilaman. Jiyanimga ham umr, baxt, saodat tilayman. Rahmat, tabriklar uchun. Ko'nglimda tog'dek ko'tardi. Rahmat, dunyo turguncha tursin iloyim. O'zini bilan qilsin, qarisin. Bolalarini, qo'llarini ko'rsin hamma vaqt. Yaxshi kelinlar qilsin. Qizini yaxshi joylarga chiqarsin iloyimgina. Iloyim ona bobo bo'lib yurishlik nasib etsin jiyanimga ham.
Ama bak sog'lik, salomatlik tilayman. Eng yaxshi ko'rgan jiyanim bu. Shu hamma vaqt o'zimdan xabar olayotgan jiyanim shu. Yaxshi ko'raman, menimcha o'limdan ham ziyod ko'raman. Sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat, tabriklar. Ilohim aytganlaringiz kelsin qalbingizdagi barcha o'ylagan orzularga Allohim ziyodasi bilan yetkazsin. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin. Mudom baxt omad tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Bugungi kuningiz unutilmas onlarga, xursandchiliklarga boy bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Rahmat. Minnatdormiz. Rahmat. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Bu kun didorga bir bahona, sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona, tavallud kuningiz muborak. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona, tavallud